Prezidentimizning shu yil 19 mart kuni kichik va o'rta biznes vakillari bilan tadbirkorlikning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish va rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqish masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan uchrashuvida qator vazifalar belgilab berilgan edi. Ana shu topshiriqlar asosida Nukus shahrida Qoraqalpog'iston Respublikasi soliq boshqarmasi tomonidan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Hozir shu haqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi soliq boshqarmasi matbuot xizmati bergan ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha 2024-yil yakuni bilan kichik tadbirkorlik subyektlari 34215, o'rta tadbirkorlik subyektlari 359, yirik tadbirkorlik subyektlari 30 ni tashkil etadi. Mana shu yil o'zimizda ham tadbirkorligimizda mana shu yildan beri katta ishlab chiqarish zavodi ochgan bo'lsak, bundan keyin mana rejalarimiz katta. Mana 2024-yilda aytganimizda Qoraqalpoq tadbirkorlarga prezidentimizdan e'tibor katta bo'ldi. Yerni to'g'ridan-to'g'ri ajratish bo'yicha bo'lsa ham mana 1000 tonnalik sovutgich qurgan, omborxona qurgan bo'lsak, yana mana bu bug'doy qayta ishlash zavodini ishga tushirdik. Mana hozir qo'shni Aqtov, Qozog'iston Respublikasida Aqtov shahrida ham o'zimizni O'zbekiston, Madina O'zbekiston nimasidagi targ'ib brendi ostida targ'ib domimizni ham ochdik. O'tgan yil eksportimiz $1 million bo'lgan bo'lsa, mana shu yil uni $5 million yetkazamiz niyatimiz bor. Hozir o'zimiz qayta ishlab chiqarishlarimizni ham kattaytiryapmiz. Niyatimiz shu yil o'zida bir yana makaron ishlab chiqarish, yana konserva zavodimiz tayyor turib, uni ham ochsa, ishchi o'rnimizni buni yana 2 marta ko'paytirishga harakat qilamiz. Uchrashuv davomida kichik va o'rta biznes vakillarining mamlakat iqtisodiy taraqqiyotidagi muhim o'rni, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar, soliq qonunchiligiga kiritilgan o'zgarishlar va tadbirkorlikning barqarorlik reytingi haqida so'z bordi, hamda ishtirokchilarning soliq qarzdorligiga oid savollariga batafsil javob berildi. Ochiq muloqot tarzida o'tkazilgan uchrashuvda kichik va o'rta biznes tadbirkorlarining soliq hisobotlarini topshirish, imtiyozlardan foydalanish bo'yicha takliflari tinglanib, o'tgan 2024-yil davomida tovar aylanmasi darajasi yuqori bo'lgan, yangi ish o'rinlari yaratgan va ijtimoiy daftarlarda ro'yxatda bo'lgan ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlagan tadbirkorlar Qoraqalpog'iston Respublikasi soliq boshqarmasi tomonidan munosib taqdirlandi.